Bugun mirishkorlik xonanda aziz san'atkor Hasanboy Barotovni suhbatimizga chorlaganmiz va bu Hasanboy Barotovga xalqimiz qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilmoqchimiz. Assalomu alaykum hurmatli Hasan Barotov. Avvalambor oiladagi, san'at yo'lidagi ishlaringizda, hayot yo'lidagi ishlaringizda hamisha zafar va omadlar tilaymiz va sizni muxlislaringiz bergan savollarni sizga taqdim qilmoqchiman. Hurmatli Hasan aka, inson oilasida sog'lom muhitni yaratish uchun nimalarga e'tibor berish kerak deb o'ylaysiz? Oilada erkak kishi bosh bo'ladigan bo'lsa, eng avvalo tartib intizomni o'zidan boshlashi kerak. To'g'ri Hasan aka Barotov. O'zbekchiligimizda asosan o'zbek millatiga mos bo'lgan aqidalar, tartib, qoidalar, milliy an'analarimiz mujassam. Siz aytganday, o'zbek oilalarida asosan erkak kishilarimiz bosh bo'lishgan. Siz aytgan fikringiz to'g'ri deb bilaman. Ikkinchi savolimiz, sizda qo'shiq aytish fikri qachon, qanday paydo bo'lgan? Bu muxlislaringiz sizga bergan savollarni men sizga murojaat qilyapman. 5-sinfda o'qib yurgan kezlarimda qo'shiq aytish ishtiyoqi paydo bo'lgan, ya'ni ko'nglimga kirib kelgan. O'sha paytda menda his hayajon juda ham baland edi. Ancha vaqt ro'yobga chiqara olmay yurdim. 1983-85-yillarda armiya xizmatini tugatib kelganimdan keyin Mirishkor tuman madaniyat bo'limiga ishga kirdim. Rassom degan shtatiga meni qabul qilishdi. U paytlarda o'rta ma'lumotli kadr bo'lsa ham ishga olishardi. Savodi yaxshi bo'lsa, iqtidori bo'lsa, ishga qabul qilishardi. Men borgan paytimda Saidmurod Berdiyev, Baxtiyor Shomurodov, Saidboy O'rinov, Rashid Badalov, Qamashi qishlog'idan Shodiqul Jo'rak ismli yigitlar yakkaxon ashulachi bo'lib xizmat qilishayotgan ekan. Men ularning tadbirlarda, to'y hashamlarda ashula aytishlarini ko'rib, asta-sekin menda his hayajon kamayib bordi. Men anchagina dadil tutadigan bo'ldim o'zimni. 1987-yilda bir sinfdoshimni nikoh to'yi bo'layotgandi. O'shanda Saidmurod aka bosh san'atkor edilar. Menga ham navbat berishdi. Oxunjon Madaliyevning bitta ashulasini aytganman o'shanda. Hozir o'shandan namuna keltiraman. Xirgoy qilib berishingiz mumkin, marhamat. Farg'onaning yo'lida, atlas ko'ylak egnida men bir qizni uchratdim, dasta guli qo'lida. Farg'onaning yo'lida, atlas ko'ylak egnida men bir qizni uchratdim, dasta guli qo'lida. Men keyin bir xulosaga keldimki, Saidmurod aka o'shanda menga torlarini tutqazdilar. Mana Hasanjon, bemalol aytishingiz mumkin dedilar. Keyin men yana bir xulosaga keldimki, har bir insonga bir ko'rsatilgan himmat yerda qolib ketmas ekan, o'z qadr-qiymatini topar ekan degan xulosaga kelganman. Shunday qilib men san'at olamiga qadam qo'yganman. Rahmat. Demak, san'atingiz aslida uzoq yillarga borib taqaladi ekan va sizda o'ziga yarasha o'zbek san'atkorlarining ichida qolaversa, mirishkor san'atkorlarining ichida ham ustozlaringiz bor ekan. Shunga yarasha shogirdlaringiz ham borligini bilamiz. Keyingi savol yana bitta muxlisingiz Xayrulla aka degan muxlisingizdan kelib tushgan. Mirishkor qishlog'imiz haqida bir nechta qo'shiq kuylagansiz. Birortasini yaratish haqida, yaratish tarixi haqida gapirib bersangiz degan savol tushgan. Men tadbirkorlik ishlari bilan shug'ullanardim. Qishloq oralab odamlarga mahsulot sotar edim. Shunda ro'paramdan loy paxsadan imorat qiladigan ustalar, aratisha bilan ishlaydigan ustalar chiqishardi. Men ularning mehnatlaridan zavqlanardim. Meni yana ham yaxshiroq ishlashga da'vat qilishardi ular. Keyin menda ularning mehnatini yoritish fikri paydo bo'lib qoldi. Mirishkor tuman
Mirishkor Mashalli gazetasida bo'lim mudiri bo'lib ishlab turgan Zahiriddin Karomatovga uchrashdim. Fikrimni aytdim. Keyin Zahiriddin Karomatov 15-20 minut ichida she'rni yozib bitirdilar. O'qib ko'rdim, ma'qul bo'ldi. Oddiy joydor so'zlardan tuzilgan ekan. Bu Mirishkor shevasida har doim ishlatib yurgan so'zlarimizdan iborat ekan. Menga juda ham qulay bo'ldi. Keyin yaxshi pishib yetilgandan keyin Qarshi shahar shahriga borib musiqachilar bilan musiqa yozdik bunga. Mana 15 yil bo'layapti. Hali elda nazardan qolgan yo'q. Shu mirishkorliklar ashulasini so'zida usta jo'rolar, usta to'rolar degan so'zi bor. Menimcha bu ustalar o'zini mehnati bilan shu xalqni, elni ko'nglidan joy olgan ekan degan xulosaga kelganman. Mana shunday qilib mirishkorliklar ashulasi paydo bo'lgan. Demak, mirishkorliklar qo'shig'ingizda mirishkorlik shoir, bizni ustamiz, ustozimiz Zahiriddin Karomatov qalamiga mansub ekan. Bundan juda ham xalqimiz eshitib quvonishadi. Keyingi savol shunday kelib tushganki, Hasan aka, ustozlaringiz haqida qisqacha aytib o'tsangiz deb so'rashibdi. Men uzoq yillar buyuk san'atkorlardan Sherali Jo'rayevning, Nuriddin Haydarovning, Qodir Mirashurovning qo'shiqlarini eshitib tingladim. Ularning qo'shiqlaridan ilhomlandim, zavqlandim va o'zim ashula aytish uchun ovozimni moslashtirdim. Sherali Jo'rayevning Onaginam, yashashdan maqsading ne uchun edi degan ashulasini, Zebo bunchalar zebo degan ashulasini, Maxtumquli so'zi bilan sindirar degan ashulasini kichkina davralarda, tadbirlarda aytib yurdim. Qodir Mirashurovning Arzimaydi, Gilos, Qarag'ay va yana bir qancha qo'shiqlarini ancha vaqt aytib yurdim. Nuriddin Haydarovning Diyor Mahdi degan ashulasini aytar edim. Shundan hozir namuna keltiraman. Marhamat. O'zbekiston quyosh qoshingda sani, oy yulduz parvona boshingda sani. O'zbekiston quyosh qoshingda sani, oy yulduz parvona boshingda sani. Zar unar tuprog'ing toshingdan sani, oq oltin maskani durdona diyor. Zar unar tuprog'ing toshingdan sani, oq oltin maskani durdona diyor. Ana shunday. Yana bir jonkuyar, fidokor inson, mirishkor san'atkorlarning ustozi Turdiqul Sohibov haqida gapirib o'tmasam bo'lmaydi. Turdiqul Sohibov 6-umumiy o'rta ta'lim maktabida toki nafaqaga chiqqunlariga qadar yoshlarga musiqa fanidan dars berib kelganlar. Shu bilan birga Mirishkorliklar tarixi kitobining muallifi Turdiqul Sohibov nihoyatda oliyjanob bir kamtarin, juda xushmuomala inson edilar. Men juda ko'p marotaba ham suhbat bo'lganman. Bir suhbatlarida Hasanjon, endi siz o'zingizda ovozingizni toping. Qanday ohangda, qay darajada aytishingizni biling dedilar. Yana oradan bir qancha vaqt o'tgandan keyin suhbatlashib qolganimizda ashulani taom darajasiga tenglashtirib menga tushuntirdilar. Hasanjon, insonlar taomni almashtirib, o'zgartirib iste'mol qilishadi. Ashulani ham xuddi shunday. Sizning ham muxlislaringiz bo'ladi, tinglovchilaringiz bo'ladi. Siz hech ikkilanmasdan aytavering deb menga juda oddiy, sodda qilib tushuntirdilar.
men baralla ovozim bilan Turdiqul Sohibov mening ustozim deb ayta olaman. Joylar jannatdan bo'lsin, ruhlari pok bo'lsin ustozimizni. Shunday. Rahmat. Keyingi savolingiz mahalla, hozir bilasiz, mahalla tizimi juda kuchli e'tibor berilayotgan tizim hisoblanadi. Oilalarimiz, ko'chalarimiz, xonadonlarimiz aslida mahalladan iborat. Mahallamiz esa oilalardan, xonadonlardan, odamlardan iborat. Savol shunday bo'ladiki, mahalla haqida tushunchangiz qanday? Mahalla deganda ko'z oldingizga qanday, nima gavdalanadi, kim gavdalanadi? Mahalla deganda men bir katta bir oiladek tasavvur qilaman. Sababi biz har kun uchrashib turamizda, mahalladagi odamlar bilan har kun uchrashamiz. Bozorlarda, mana do'konlarda, bir yo'ldan bir ko'chaga chiqayotganimizda uchrashamiz. To'y hashamlarda dasturxonimiz bir dasturxondan non tuz tatiymiz. Shunday ekan bir oiladek his qilaman men mahalladagi insonlarni. Rahmat. Rahmat. Keyingi savol shunday bo'ladiki, bu avvalo sizga ta'rifim. Inson san'atni, adabiyotni odami bo'ldi keyin u insonni qalban pokligi yaqqol ko'rinib turadi. San'at yoki adabiyotni shaydosi bo'lgan insondan zig'ircha yomonlik chiqmaydi. Va sizga buni baralla aytamanki, sizning qalbi pokligingiz, samimiyligingiz va kamtarinligingiz xalq uchun birinchi o'rinda manzur bo'lgan jihatingiz hisoblanadi. Va ovozingiz ham oilangizda o'rnak bo'ladigan oilangiz, o'rnak bo'ladigan xarakter, fe'lingiz borligi ham xalq uchun birinchi o'rinda manzur bo'lgan jihatingiz. Savol shundaki, yaxshi inson bo'lish uchun inson qanday bo'lishi kerak? Eng avvalo yomonlik qilmaslik kerak. Yomonlik qilmaydigan odamning o'zi yaxshi inson hisoblanadi. Mening fikrim shunday. Rahmat. Hasan aka, so'zimizni yakunida shuni aytmoqchimanki, sizda insoniy fazilatlar, qanday fazilatlar bo'lishi kerak bo'lsa, san'at odam ekanligingiz uchun sizdagi barcha insoniy fazilatlar mujassam va siz bilan hozir ham, yillar osha ham xalq siz bilan faxrlanadi, farzandlaringiz, oilangiz faxrlanadi. Sizga tashakkur. Mana shu yoshligingizdan boshlab to hozirgacha tadbirkorlik bilan birgalikda hamohang san'atingiz yo'lida ketayotganingiz uchun tashakkur. Hamisha sizga sog'lik, salomatlik, bardamlik, baquvvatlik va san'at yo'lingizda faqat va faqat rivojlar tilaymiz. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Rahmat. Sizga ham katta rahmat. Sog' bo'ling.